Komosh belvolarni qarang, yechsiz shunaqa keng bo'ladi. Bemalol Bashmir Kazmir kiyadigan klientlaringizga ham soturasiz uchirib, menikini ham xuddi shunaqa ichlarida astarlari bor. Shifon bo'lishiga qaramasdan, lasinasiz yozdi, mazza qilib kiyib yursanglar, ichi umuman ko'rinmaydi. Aynan Dilmuz Beruni Eko filialidan Komosh sizning mijozlaringiz bugun kech 23:00 gacha kelib shu ko'ylagimni xarid qilib ketsa, narxini 295 ming qilib beraman. Bu variantlar hali hech qaysi filialimizga kelmagan chiroyli ro'mol sharflar bilan qilib beramiz. Ko'rdinglarmi, bugundan Yandexga Beruni to'r adib shu chiroyli ko'ylaklarimizni xarid qilib ketmasanglar bo'lmaydi. Bemalol o'tirishlarga ham, kunliklarga ham kiyaverasizlar. Razmerlari bo'lsa standart chiqqan. Xohlasanglar, o'zim kiyib olgan variantim ranglaridan ham bor. Komashingda bitta ozgina yordam qilib turasiz. Menga mana shunaqa ko'k ranglaridan bor, o'rtoqli rozovoy gulli variantlaridan, o'zim kiyib olgan yashil limon variantida, shunaqa binafsha rangidan ham bor. O'zi ham binafshaga o'xshaydi ko'ylaklarimiz. Vobshe super chiqadi. Bugunoq sizni 23:00 gacha opajonim Dilmuz Beruni Eko filialimizni kutib qolamiz. Agar ko'ylagimiz yoqqan bo'lsa, bemalol uyalmasdan layklarni bosib qo'ysangiz bo'ladi.